Salom, bo'lajak youtuberlar hayotda ham shunaqa realniy hayotda ham olib borish kerak. Chunki ko'pchilik bu holatda nima bo'lishini, insonni hayotda qanaqa bo'lishi, nima bo'lishi, nimalar qilayotganligi ko'pchilikga qiziq. Uyda o'tiradigan ayollar ayniqsa nima qilishadi deyotgan bo'lsanglar, mana oddiy, mana biz ham oddiy uy bekasimiz, uyda o'tirib ishlar qilamiz, har xil ishlarni yurg'izamiz. Muhimi hayotda nima maqsad qo'ygan bo'lsanglar, harakatdan to'xtab qolish kerak emas. Ayol kishi hamma narsaga ulgurish kerak, hamma narsani sabrlik bilan yengib o'tish kerak. Hech kimni gapini eshitmanglar va hech kimdan yordam so'ramanglar. Chunki ko'pchilik sizga hayotda natijaga erishish uchun, yutuqlarga erishish uchun yordam bermaydi, o'rgatmaydi, natija qilmaydi. Shuning uchun YouTube olamiga kelganda ham hayotdagi holatda, realniy holatda ham ko'rsatib turinglar. Chunki odamlarga real holat kerak. Shuning uchun men haqiqiy holatni olib ko'rsataman. Xohlaganlar ko'rsin shu videoni, xohlaganlar sekin bu kadrdan chiqib ketaversin. Bu hayotdagi real hayotga qiziqadigan insonlar uchun chiroyli motivatsion gaplar aytaman. Biz ham shu oddiy uyda o'tiradigan uy bekasimiz. Hayotim mana shu oq suvdek, lekin ba'zi bir insonlar mana shunday kir holatga ham solib qo'yishadi. Ana shunaqa.